Assalomu alaykum. Hammaga charchamayapsizlarmi? Bugungi darsimizda ko'rib turganimdan xursandman. Dars chiqarishim endi xudo xolisa bu yog'iga ozgina tezlashadi, chunki 2026-yildagi asosiy maqsadlarimdan shu YouTube'da qiymatli kontentlar berishni o'zim uchun reja qilganman. Bu kontentlarni, ya'ni bu YouTube videolarni sizlar qaysidir kursda yoki qaysidir anaqada YouTube kanallarda topa olmasliklaringizga xudo xohlasa ko'zim yetadi, ishonaman. O'sha uchun videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun manfaatli bo'ladi. Bugungi darsni umumiy mavzusi nima? Ko'p tadbirkorlar va marketologlarda marketingda raqamlarda muammo bor. Va shu raqamlar bo'yicha bugun xudo xolasa gaplashamiz. Ya'ni bu nimaga kerak? Marketing bu matematikadan iborat. Agar siz buni yaxshi bilsangiz, raqamlarni zo'r o'qiy olsangiz, raqamlarni yaxshi hisoblay olsangiz, keyingi planlaringizni, keyingi budjet optimizatsiyani, qaysi joyga qanaqa reklama berishim kerak, reklamam o'zi foyda beryaptimi, yo'qmi degan sizda tushunmovchilik holatlar kuzatilmaydi. O'sha uchun bu darsni men to'liq raqamlarga sarflaganman. Biz nima qilamiz? Bugungi mavzuda qaysi raqamlarni bilishimiz kerak, marketingda qaysi ko'rsatkichlarni bilishimiz kerak va u ko'rsatkichlarni qanaqa qilib optimizatsiya qilish kerakligini to'liq tushuntirib ketaman, xudo xohlasa. YouTube video sal endi uzunroq ham bo'lishi mumkin. O'zimni kutum 25 minut atrofi, xudo xohlasa harakat qilamiz to'liq yetkazib berishga. Endi marketingda raqamlarni tushundik, nima uchun kerakligini. Endi asosiy maqsad nima? Bizda asosiy maqsad ko'pchilikda deylik ikki xil bo'ladi. Birinchisi sotuv maqsadida reklama kompaniya yuritadi, birinchi maqsad. Ikkinchisi awareness, ya'ni brend mashhurligi maqsadda ikkinchi reklama kanallarini yuritishadi. Ikkovida ko'rsatkichlar ikki xil. Brend mashhurligida ko'rsatkichlar farqlanadi. Undagi umumiy taniqlilik darajasini o'lchaydigan, top of mindni o'lchaydigan, tone of voice o'lchaydigan ko'rsatkichlar boshqacha hisoblanadi. O'sha uchun kelinglar bugun sotuv bo'yichadagi raqamlarni ko'rib chiqamiz. Nega bundan boshlaymiz? Men auditoriyani yaxshilab ko'rib chiqqanimda ko'pchilik tadbirkorlar va marketologlarda aynan shu ko'rsatkichlar muhim ekan. Nega bu muhim desangiz, o'rta bizneslar uchun, ya'ni yuqori bo'lmagan bizneslar, o'rta va o'rtadan past bizneslar uchun sotuv prioriteti birinchi o'rinda turadi. Nima uchun? Bu chunki biznesni yurg'izadigan mashina dvigateliga o'xshaydi. Ya'ni sizda sotuv generatsiyasi bo'lmasa, to'g'ri marketing va sotuv plani to'g'ri bo'lmasa, sizni mashinangiz yurmaydi, ya'ni benziningiz bo'lmaydi degani. O'sha uchun sotuvda ko'rib chiqamiz. Endi qaranglar, bizga nima kerak? Resursdan foydalanamiz. Hamma birinchi shuni ko'rib chiqish kerak. Birinchi biz uchun eng muhimi nima? Bu resurs. Resurs ichiga nimalar kiradi? Asosiy bizda nima bor? Sotuv bo'limi bor, umumiy resursda. Sotuv bo'limi. Ikkinchisi marketing bo'limi, to'g'rimi? Ikkita bo'limimiz bizning asosiy sotuvimizga kiradi. Tak. Endi keyingi qismda sotuv bo'limining ichida nimalar bo'lishi kerak? Sotuv bo'limida qanaqa ko'rsatkichlar bo'ladi? Asosiy sotuv bo'limining rahbari bizda nima deyiladi? ROP. Ko'pchilik tadbirkorlarda agar ROP bo'lmasa, kimnidir ROP vazifasiga o'tkazsa yaxshiroq. ROP nega kerak? ROPning asosiy vazifasi sizdagi savdo planini qo'yish, savdo planini bajarishni ta'minlash bo'ladi. Nega bu yoqdan boshlayapman? Chunki birinchi ko'rsatkichlarimiz bizda marketing bo'lganda ham sohamiz sotuvdan boshlanadi. Ya'ni ROP bu rukovodитель отдел продаж, ya'ni sotuv bo'limi rahbari. Ikkinchisi sotuv bo'limida bizga kim kerak? Sotuvchilar kerak. Endi qo'shimcha tizim kerak, bilamiz, ammo CRM kerak, unda ko'rsatkichlarni o'lchay olishimiz kerak. Asosiy hozir bu yoqda ikkitasi kerak. Marketing bo'limi resurslarimizdan bizda media kerak bo'ladi. Keyin lead generatsiya kerak bo'ladi. Lead generatsiyani vazifasi bizdagi mijozlar oqimini yaratish, ya'ni mavjud mijozlarni o'zimizni klientimiz bo'lgan mijozlarning oqimini bizga daniylarini topib berish vazifasi lead generatsiyaga yuklatiladi. Ya'ni target yoqamiz, misol uchun kontekstli reklama yoqishimiz mumkin, Telegram Ads yoqishimiz mumkin, influence marketingdan foydalanishimiz mumkin. Lead gen uchun qanaqa usulda qilsak ham umumiy tuzilma lead generatsiya deyiladi. Bunda biz nima qilamiz? Oxirgi maqsad lead olamiz bunda. Bunda lead olamiz. Mediani asosiy vazifasi nima qiladi? Bizdagi bor xulosalarni, bizdagi bor offerlarni, bizdagi bor takliflarni xalqqa chiqazib beradigan bo'lim bu mediada. Mediada ikkita qism bo'ladi. Bittasi dizayner bo'lsa, bittasi video bo'lim bo'ladi. Ya'ni video production bo'limi bo'ladi. Ya'ni bizani resurs bilan ta'minlab beradigan bo'lim. Sotuv bo'limini vazifasi nima? Bu yoqdan lead oldik. Leadlarni konversiya qilishning vazifasi sotuv bo'limiga yuklatilinadi. Endi tushundik buni, lead обработкасы. ROPda nima bo'ladi desangiz, savdo planini ROP yozadi.
savdo plani robda bo'ladi. Nega? Marketologda ham bo'lsa bo'ladi, tadbirkorda ham bo'lsa bo'ladi, to'g'ri, lekin oxirgi xulosani bir kishidan olishimiz kerak. O'sha uchun biza robni savdo planiga deylik yondashamiz. Endi ketdik. Robdan boshlaymiz. Rob nima qiladi? Birinchi etapda siz lead generatsiyani ishlatishdan oldin, reklamani ishlatishdan oldin, hamma reklamalaringizni yo'lga qo'yishdan oldin birinchi rob vazifasida bir u-bukimni olasiz yoki robingiz bilan o'tirasiz yoki agar tadbirkor bo'lsangiz, agar mabodo boshida rob bo'lmasa sizda, o'zingiz savdo planini qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunga nimaga nisbatan qo'yiladi? Birinchisi o'tgan oy. Asosiy narsa. Nima qilamiz? O'tgan oyda qanaqa savdo qilganmiz? Masalan, o'tgan oyda deylik, prodaja sonida, kolичествоda 100 ta, masalan, summada $10,000 biz savdo qildik. Ketdik. Rob bilan ko'rib chiqiladigan tema shunaqa, qisqacharoq. Endi agar podrobniy kiramiz desak, bizda vaqt yetmaydi. Shuning uchun ba'ziga harakat qilaman tushuntirishga. Birinchisi o'tgan oyni plani. Ya'ni oldingi plan nima bo'lgan, nimani bajarganmiz desangiz, 100 ta prodaja qilganmiz, $10,000 savdo qilganmiz. Bo'ldi, qarashu tushunarli. Endi rob qanaqa ko'rsatkichlarni bilish kerak. Birinchisi, nechta lead berildi bularga? Ya'ni lead soni. Rob biladigan birinchi ko'rsatkich. Lead sonini biladi. Masalan, yozib ketamiz. Lead soni masalan 100 ta prodaja bo'lgan bo'lsa, deylik 500 ta zaifga tushgan. Deymiz yoki 5000 ta. Farq yo'q, misol uchun yozyapman. Ikkinchisi, konversiya. Konversiyani hisoblashda bu joyda nima bo'ladi? Mana shu prodajaga nisbatan konversiyani rob bizaga chiqazib beradi. Bizaga deylik necha foiz bo'ladi hozir? Agar 500 ta bo'lsa deylik, misol uchun, endi kelinglar mana bunaqa qilaylik. 1000 ta zaifga tushgan deylik, 10% savdo bo'lgan. Konversiyani aytadi rob 10%. Nimaga nisbatan hisoblanadi? Leadga nisbatan. Buni hisoblashning ikkita usuli bor. Birinchisi, ya'ni leadga nisbatan bo'lganda ba'zi sotuv bo'limlarida sifatli leadga nisbatan hisoblaydi, ba'zi sotuv bo'limlarida umumiy leadga nisbatan hisoblaydi. Buni farqi yo'q, son chiqarishingizda, raqam chiqarishingizda farqi yo'q sizda, lekin shu ikkita ko'rsatkich bo'lishi kerak. Demak, o'tgan 30 kunni lead soni, o'tgan 30 kunda bizda konversiya foizi, 10% konversiyani chiqarib oldik. Endi qanaqa yo'nalishimizga qarab konversiyalar ham bo'linadi. Ya'ni qanaqa? Bu joyda umumiy konversiyani aytyapman. Konversiyalar ikkiga bo'linadi. Sotuv konversiyasi, ba'zi bizneslarda uchrashuv konversiyasi. Ikkovi ikki xil bo'ladi. Agar raqamni ichiga kiradigan bo'lsak, uchrashuv konversiyasi ham bitta alohida mavzu bo'ladi. Ya'ni biz 100 ta sotishimiz uchun, deylik, mana 1000 ta zaifga tushdi, 100 ta sotdik. Bu umumiy tushuncha. Lekin shu joyda agar bizda muammo bo'lsa, o'sha muammoni topish uchun nima qilamiz desangiz, uchrashuv konversiyasini hisoblashimiz kerak. Masalan, o'zi umumiy uchrashuv konversiyasi 20% bo'lgan. Bu degani 200 ta odam bilan uchrashganmiz degani. Demak, bizda konversiya ikki xil ekan. Birinchisi umumiy sotuv konversiyasi, ikkinchisi uchrashuv konversiyasi. Uchrashuv konversiyasida biz misol uchun 500 ta zaifga tushdi, 20% bilan, 1000 ta zaifga tushdi, 20% bilan uchrashdik. Ya'ni 200 ta odam bilan uchrashdik. Bu 200 tani tashkil qiladi. Endi bu joyda nima qilamiz? Bunda sotuv nima bo'ladi? Uchrashuvni 50% deb buni biz alohida yozib olamiz. Mana bu joyda men alohida yozib ketaman konversiyalarni. Birinchisi demak lead soni ekan. Bildik-a buni. Masalan, lead soni 1000 ta. 1000 ta. Ikkinchisi uchrashuv konversiyasi. Kimlardir uchrashib sotadi. Masalan, asosan xizmat ko'rsatishlarda, konsaltinglarda, masalan, viza yoki tur agentstva yoki o'quv markaz, shunga o'xshaganlarning hammasida uchrashib sotish konversiyasi bo'ladi. Uchrashuv konversiyasi 200 ta donada ekan, masalan, 1000 tadan 50% ekan. Tak, 20% ekan. Umumiy leadni 20%ni bizda uchrashuv tashkil qilyapti shunda. 20%. Ketdik, keyingisi sotuv konversiyasiga o'tamiz. Sotuv konversiyasi ikki xil ekan. Umumiy anaqada deylik uchrashuvdan olsak, bizda 50% uchrashuvdan sotuv konversiyasi, umumiy agar leaddan oladigan bo'lsak 10% umumiy leaddan. Bo'ldi, hozircha shu raqamlar bizda bor. Ketdik. Davom etamiz. Uchrashuvni tushundik, konversiyani tushundik. Rob biladigan narxalari. Undan keyingi etapdagi xulosalar sifatli va sifatsiz leadlar foizi. Lead sifatini foizi nega kerak? Chunki umumiy agar biz shu ko'rsatkichni standartini bila olsak, undan keyin optimallashtirish uchun o'zi yo'llar bor. Masalan, sizda o'zi mana bozor ko'rsatkichida targetdan keladigan leadlarni 60% dan tepasi sifatli bo'lish kerak.
o'rtacha 70%. Bizada 80% atrofi klientlarimizga sifatli zaявkalar beramiz. Shuni hisobini olib biza deylik o'lchaydigan bo'lsak, minimalni qiladigan bo'lsak 60% bizada sifatli lead foizi. Ko'rsatkichlarimiz ichiga buni yozib ketamiz. Sifatli lead foizi. Buni ham hozir tushuntirib beraman nima uchun kerakligini. Sifatli lead foizi bizada 60%. Mana tepada umumiy leaddan oldik-ku. Bu yerda sifatli leadni foizini u yoqdan olsak bo'ladi. Keyin sotuvchilarning holati. Sotuvchilar reytingi kerak bo'ladi ROPda. ROP o'zi biladiganiga ko'rsatish bu. Reytingda buni ham hozir tushuntiraman nima uchun. 3 xil reytingga bo'linadi sotuvchilar. Tak, birinchi raqamli, ikkinchi raqamli, uchinchi raqamli sotuvchilar o'zimiz uchun bo'lib olamiz. 3 ta reytingga. Ya'ni birinchi raqamli nima deymiz? Oy bo'yicha eng ko'p sotgan sotuvchi. Masalan, bu sotuvchi 100 ta zaявка bo'lsa, deylik bizda mana 3 ta call center bor deylik. 100 ta prodaja bo'lsa, bitta birinchi raqamli sotuvchini o'zi bizani 60 ta zaявкamizni sotib bergan, ya'ni 60 ta prodajamizni qilib bergan. Keyin ikkinchi raqamli sotuvchiga bo'ldik. Ikkinchi raqamli sotuvchini deylik vazifasi 30 ta sotgan. Bu 90 ta bo'ldi. Deylik 3-chi raqamli sotuvchi 10 ta sotgan. 3 ta shkalaga bo'lib olamiz sotuvchilarimizni. Agar umumiy 10 ta yoki 15 ta bo'lsa ham bizda raqamlashtirishda 15 ta raqam bo'ladi. Endi biza paka men bilan bilib oldik. Bu sotuv bo'limidagi ko'rsatkichlarni bilib oldik. Endi marketing bo'limiga o'tamiz. Marketing bo'limidan sizga qanaqa raqamlar kerak bo'ladi? Hozir har birini yana men qayta ko'rib chiqaman bu joydan. Sotuvchini bu yoqdan sotuvchi balanaqasi deylik sifati. Sotuvchi sifati. Buni balda deb qo'yaman. Sizda o'zingizda ham biznesingizda ham bo'ladi yoki agar marketing bo'lsangiz, siz faoliyat yuritadigan biznesda ham xuddi mana shu ko'rsatkich bo'lishi kerak. Endi qarang, marketingga o'tdim. Marketingni biza faqat nima haqida gaplashamiz? Lead generatsiya etapi haqida gaplashamiz. Lead generatsiya etapida biza qanaqa raqamni bilishimiz kerak? Birinchisi CPL, ya'ni bitta leadning narxi. Deylik bozor ko'rsatkichida $1. $1.5 atrofi hozir bozor ko'rsatkichida. Misol uchun $1 qildim. Ikkinchisi CAC. Bu tepadagi xulosalardan hozir chiqadi. Bitta klientning narxi. Ketdik keyingisi. Buni ham hozir hisoblashni ko'rsatib qilaman. CAC ketdi, CPL ketdi, keyingisi LTV. Bu nima? Lifetime value degan ko'rsatkich. Bitta odam, bitta mijoz sizga, ya'ni o'sha savdo qilish davomida o'sha mahsulotga ehtiyoji bo'lgan vaqt davomida qancha marta sizdan sotib oladi? O'sha ko'rsatkich bu. Qancha pulga sotib oladi, necha marta sotib oladi? Bu o'rtacha LTV ko'rsatkichi deyiladi. Bu nima? Masalan, o'quv markazingiz bor. O'quv markazingizda yangi o'quvchi kirib keldi, birinchi oyning aplatasini qildi. Kursingiz 8 oylik kurs. Lekin hisoblab chiqyapsiz, masalan, 1000 ta o'quvchingizdan oxirgi periodda o'qib bitirib ketganlarning umumiy xulosasini qilyapsiz-da, sizda deylik 8 oy emas, umumiy ko'rsatkichda 5 oy o'quvchilar o'qiyapti. Ya'ni qolgan 3 oyda tashlab ketyapti umumiy ko'rsatkichda. Bu degani kimdir 8 oy o'qiydi, kimdir 4 oy o'qiydi, kimdir 2 oy o'qiydi. Bu ya'ni o'sha LTV ko'rsatkichi deyiladi. CAC bu bitta mijozingizning narxi. Umumiy xarajatlaringizni hisoblaysiz va bir dona mijozning narxini chiqarib olasiz. Buni hozir ko'rsataman qanaqa qilishni. Mana bu yerda tepada bizning raqamlarimizda qanaqa ko'rsatkichlar bor edi? Lead soni bor edi. Demak, 1000 ta lead. 1000 ta leadga biza $1 dan pul sarflagan bo'lsak, $1000 pul sarfladik. Biz nima qildik? Keyingisi uchrashuv qildik, 200 ta uchrashuv qildik. Endi keyingisi sotuv qildik. 10%, ya'ni 100 dona sotuv qildik. $1000 sarfladik, 100 dona sotuv qildik. Tabiiyki bitta klientimizning narxi bizada qanchaga to'g'ri keladi? $10 ga to'g'ri keladi. $10 to'g'ri keladi. Ya'ni $10 dan biza 100 ta sotsak $1000 bo'ladi. Buni qanaqa ishlatamiz desak, biza budjet ajratishimizda, ana keyingi etapda $2000 budjet ajratmoqchimiz. Shu joydan bilsak bo'ladi. Ajratishga yaroqlimi, ajratishga yaroqsizmi? Bo'ldi, bizada 2000 pul bor, uni ajratib tashlamaydik-ku любой payt. $2000 pulimiz bor. $2000 pulimizni nima qilamiz? $2000 pulimizda qanaqa prodaja qila olishimizni biz oldindan bilamiz. Hozir ko'rsatkich bo'yicha 200 ta qilamiz. 100 ta qilayotdik. $3000 ga 300 ta qilamiz. $4000 ga 400 ta qilamiz. Bu nimadan kelib chiqadi? Ana endi tadbirkor bu joyda o'ylab ko'radi. Menda marja qanaqa? Biznesimda. Foyda qanaqa? Sof foyda. Sof foyda qanaqa?
O'shandan ko'radi. Agar har bitta $10 prodajadan tadbirkor qanchadir miqdorda masalan $30 foyda qilayotgan bo'lsa, hammasi hisoblab chiqilgandan keyin $30 foyda qilayotgan bo'lsa, ana endi biladi qancha foizga qanaqa o'sishi mumkinligini. Bo'ldi, qolgan narsa o'zini qo'lida bo'ladi. Bu faqat hozirgi ko'rsatkichlar bo'yicha. Marketingda 3 ta asosiy ko'rsatkichni yozdim. Aslida bular juda ko'p bo'lishi mumkin. CTR haqida gapirmadim, chunki tadbirkorlar bo'lsa, targetni ichini anaqasini tushunishmaydi. Yoki boshqa ko'rsatkichlar ko'p. Lekin siz bazaviy boshida biladiganlaringiz siz uchun ya'ni yaxshi ishlab beradiganlar shular. Endi xarajatni optimizatsiyasini qanaqa qilamiz? Ikkita bo'limda ham biz ko'rsatkichlarni bildik, LTV ni bildik. Ana endi LTV ni optimizatsiyasi qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda biz o'zimizni chekimizni ko'tarishimiz uchun o'rtacha LTV ni hisoblashimiz shart. Ko'p bizneslarda hisoblanmagan. Men o'zim endi ish boshlagan bizneslarimga misol uchun ichiga kiradigan bo'lsam, LTV ni ko'pchilik tadbirkorlar bilmaydi. Nega? Uni hisoblashni deylik anaqasi yo'q ularda. Metrikalari yo'q, tarixi yo'q. O'sha uchun birinchi bizga nima kerak desangiz, CRM kerak. Nima qiladi? CRM vazifasi leadlarimizni ushlab turadi, nomer bazamizni ushlab turadi, qayta xaridni biz ko'rishimiz mumkin, qayta murojaatni ko'rishimiz mumkin. O'rtacha qachon o'quvchi keldi, qachon ketdi, hammasini CRM ni bazasida biz ko'rsak bo'ladi. Ikki xil CRM bor. Ko'pchilik call center uchun Amo CRM ishlatadi, ba'zilar Bitrix ishlatadi. Buni ikkovini alohida yo'nalishlari bor. Agar siz mahsulot prodaja qiladigan bo'lsangiz, Bitrix yaxshiroq. Skladi bor ichida, xodimlari bor ichida. Ammo CRM faqat call centerlar uchun. Ikkita CRM dan bittasini o'zingizni biznesingizga moslab tanlaysizda, ikkita CRM dan bittasini o'rnatasiz. O'shandan keyin sizda umumiy ko'rsatkichlar bo'ladi. Ya'ni birinchi daromadimizni oshiradigan ko'rsatkich bu 5 oyni 6 yoki 7 oyga hech bo'lmaganda ko'tarish. Ya'ni agar sizda o'quv markazi bo'lsa yoki agar sizda xizmat ko'rsatish yoki boshqa biznes bo'ladigan bo'lsa nima qilasiz? Masalan, G'anisher aka mani metal zavodimdan har oy deylik o'sha metal eshik uchun, mana podezga qo'yiladigan metal eshik uchun har oy ular prorab bo'lgani uchun har oy deylik sredniy 20 ta eshik zakaz qilardilar. Men tarix kuzatganimda, mijoz bazasini ko'rganimda oxirgi deylik 4 oylikda shunaqa 20 ta har oyni 15-sanasida zakaz berib kelayotgandilar. Keyin qarasam 2-3 oydan keyin ular zakaz bermay qo'ygan ekanlar. Mana shuni bilishim uchun menga CRM kerak. Nima uchun? Men uni eslab qola olmayman. Klient baza ko'pligi uchun daftarga yozsam, daftarda ham anaqa turmaydi u. O'sha uchun CRM ga ko'rsam, CRM menga reminder beradi. Mana bu klient mazametga qilib ketaman, men bu sanada, men bu sanada deb. To'xtab qolganini seza olaman. To'xtab qolganini sezib ko'rganimda men nomeri bo'ladi, misol uchun nomeriga telefon qilaman. G'anisher aka, yaxshimisiz? Nima uchun anaqa to'xtab qoldi? Nimadir muammo bormi ishingizda deb men uni yana o'rganishim mumkin. Qayta sotuvni davom ettirish uchun. Shu uchun bitta narsani tushunib olinglar. Ba'zi bizneslarga первичный kontaktlar muhim. Birinchi sotuvlar muhim. Ba'zi bizneslarga. Ba'zi bizneslarga qayta sotuvlar muhim. Masalan, fast food yoki shunga o'xshagan bizneslar hammasi qayta sotuvdan foyda qiladi. Birinchi sotuvdan ularga foyda tugul zarar ham bo'lishi mumkin. Hammasini asosiy strukturasi qayta sotuvga qurilgan. Shu uchun siz ham shuni to'g'rilashingiz kerak. Bu uchun LTV ni to'g'ri hisoblay olish kerak. Ikkinchisi CAC, uni ko'rsatdim. Lead, konversiya, lead narxi, shulardan chiqarib metrika targetni CAC ni chiqarsa bo'ladi. Endi CAC ni professional chiqarsa ham bo'ladi. Unda nima qilasiz? Xodimlaringizni o'zini umumiy xarajatlarini qo'shib chiqasiz, arendalaringizni qo'shib chiqib, keyin bitta CAC ni hisoblab, marjani hisoblab ishlasangiz bo'ladi. Keyingisi o'sha bitta lead narxi. Lead narxini optimizatsiya qilishning yo'li ko'p. $1 ga tushadigan lead agar siz uchun sifatli bo'ladigan bo'lsa, uni optimizatsiya qilmaganingiz ma'qul. Sifat darajasiga qaraysiz, sotib olish darajasiga qaraysiz, konversiya darajasiga qaraysiz. Agar ular misol uchun to'g'ri bo'lmasa yoki kimlardadir ko'ramiz, misol uchun lead qimmat, $6, $7 atrofi deylik zaifga tushadi. Mana biz uchun men o'zim ishlayotgan ba'zi yo'nalishdagi bizneslarda $11 da ham oladigan leadlarim bor. Nima uchun unaqa? Ularda sotuv konversiyasi juda yuqori. Nima uchun? Men uni pastlatish imkoniyatim bor. Uni men misol uchun $1 ga ham tushira olaman, lekin resurslarni hisoblab chiqqanman. $1 ga tushirganimda nechtadir call center qo'shishim kerak, nechtadir analar ko'rsatkichlarni o'zgartirishim kerak, lekin sotuv o'sha holicha qoladi. O'shani hisoblab chiqqanimdan keyin men unga o'zgartirish kirgizmaganman. Shu uchun asosiy prioritetga lead narxini qo'ymanglar. Konversiyani qo'yinglar. Leaddan qanaqa darajada konversiya bo'lyapti? Masalan, sizda $1 da lead tushsa, $1 ga yoki $10 ga tushyapti deylik.
$1 lidingizda konversiya 1%, 1%, $10 lidingizda konversiya 10%. 1 ga 1. Buni hech qanaqa razницasi yo'q. Nima yutqizasiz? Xodim yutqizasiz. Bo'ldi. Ko'proq xodim ishlatishingiz kerak bo'ldi bu yoqda. O'shuning uchun bu narsalarni ham tadbirkor bilishi kerak. Keyingisi, sotuvni qanaqa oshiraman? Hozirgi holatda deylik, biz 100 ta sotuv qilib turibmiz, to'g'rimi? 100 ta sotuv. Endi ko'rib chiqamiz qanaqa oshirish mumkin. 100 ta sotuvdan ko'proq daromad qilish uchun birinchisi LTV va uni yaxshilash. Ikkinchisi CAC, ya'ni Customer Acquisition Cost, bu bitta mijozni narxi. Nima qilishimiz kerak? Buni tushirishimiz kerak. Bizda hozir $10 $10 tushirishimiz kerak. Tushirish uchun nima qilinadi? Birinchi yo'li lead narxi. Lead narxi agar tushsa, oddiygina sifati o'zgartirmasdan $1 leadni 50 sentga olishni boshlasak, natijamiz 2x yaxshi bo'ladi turgan joyida. Faqat sifat o'zgarmasdan. Xuddi o'sha sifat, o'sha anaqa hamma ko'rsatkichlar o'shanaqa количествоda anaqa bo'lyapti, ya'ni качествоda bo'lyapti. $1 leadimiz, o'shani biz 50 sentga tushirsak, avtomatik 100 ta sotuvimiz 200 taga bu joyda o'zgaradi. Keyingisi, ketdik. Sifatli lead foizi. Sifatli lead foizini oddiygina biz 60% edi, 80% ga ko'tardik. Sama soboy yana o'sha bizada prodaja oshadi. Har bitta ko'rsatkich bilan ishlash imkoniyatimiz bor. Sifatli lead konversiyasi uchun ham alohida varonkalar ishlab chiqsa bo'ladi. Keyingisi, sifatli leadda aytdik. Sotuv konversiyasi bor. Sotuv konversiyasini oshirishimiz kerak. Undan keyin bizda nima edi? Konversiya hozirgi holatda 10% edi. Umumiy leaddan. Endi mana har birini o'zgartirsak yaxshilanib keladi. Sotuv konversiyasi 10%. Buni yaxshilash uchun nima qilamiz? Birinchisi lead sifatliroq qilishimiz mumkin. O'sha aytganimdagi yoki lead sonini ko'paytirsak bo'ladi-yu, lekin sotuv konversiyasi o'zgarmaydi. Buni ko'pchilik nazarda tutmaydigan bitta yo'li bor. Men nima uchun sotuvchilarni ballash degan narsani aytdim. Sotuvchini ball degani mana bunaqa narsa. Masalan, sizda kunlik zaявkalar soni 100 ta zaявka bor sizda. 100 ta zaявkani nima qilasiz? 3 ta sotuvchi bor, 100 ta zaявka bor. 303 tadan sotuvchilarga bo'lib tashlaysiz, 3 ta sotuvchiga. Endi qaranglar. Sizlarda supergiroy bor-da, men o'sha uchun aytdim. Birinchi raqamli, ikkinchi raqamli, uchinchi raqamli sotuvchi dedim. Oddiygina sotuvchini o'zidan to'g'ri foydalanish hisobiga siz konversiyangizni ko'tara olasiz. Nima uchun? Birinchi sotuvchiga 33 ta bermaysiz. Misol uchun aytayapman uni. Endi 10 ta bo'lganda ham shunaqada, masalan, bitta sotuvchining 40 ta yomkisi bo'lsa, 40 ta zaявka bilan gaplashish imkoniyati bo'lsa, siz 30 ta zaявka olayotgan bo'lsangiz kuniga nima qilasiz? 10 ta bo'lib berasiz. Ana norozi bo'lmasin degan ma'noda. O'sha uchun asosiy bu yerda qiladigan ishimiz nima? Birinchi raqamli sotuvchini biz to'liq ta'minlaymiz. Undan keyin ikkinchi raqamlini ta'minlaymiz, undan keyin uchinchi raqamlini ta'minlaymiz. Teng bo'lib bermaymiz. Sotuv konversiyasini mana shunday biz ko'tarib olsak bo'ladi. Demak, biz har bitta ko'rsatkichni yaxshilash hisobiga 50%, 100% o'sib boramiz. Gap buni qilishda. Keyin mana uchrashuv konversiyasi ham bor. Uchrashuv konversiyasi bizda 20% uchrashuvga kelayotgan odamlar uni ichidan 10% ga sotyapmiz degan, ya'ni 50% ga sotyapmiz degani, bizda 50% sotuv konversiyasi, ya'ni uchrashuvdan konversiya bo'lyapti degani. Mana shuni masalan 70% atrofi qilinganda o'sha pastda yana o'zgarib ketadi. Endi buni har birini qilishni o'zini bilasizlar, yo'llari bo'ladi. Masalan, uchrashuv konversiyasida uchrashuvni o'zini skriptini qaytib ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Varonkasini qaytib ko'rish kerak bo'ladi. Taqibni, ya'ni dajim deydi-ku, dajimni qaytib ko'rish kerak bo'ladi. Dajimni qanaqa oralig'ida qo'yamiz, qancha vaqtda qo'yamiz, qanaqa dajim qilamiz, qanaqa masalan ma'lumotlar yuboramiz degan narsani biz qilsak bo'ladi. Ba'zi call centerlarda bilasizlar, dajim uchun biz CRM ishlatishadi. Masalan, SMS rasilka dajim uchun bitta anaqa yo'l. Ya'ni siz bilan uchrashib ketgan odam sizga masalan ishini qildirmagan bo'lsa, по-любому boshqa odamga qildiradi. O'sha uchun deylik SMS rasilkani qilishimiz mumkin bu joyda. SMS rasilkada qanaqa bo'ladi? Misol uchun har hafta juma kuni yaxshimisiz, anaqa juma bilan tabriklayman degan ma'noda biz postlar yuborishimiz mumkin, SMSlar yuborishimiz mumkin. Shular orqali biz sotuv konversiyasini ko'tarib boramiz. Shunaqa, xudo xohlasa, umumiy raqamlar bilan ishlash shu, ketma-ketligi, xuddi shunaqa ketma-ketlikda bo'ladi. Bu endi ko'p tadbirkorlar uchun, ko'p marketinglar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Hammani bu yo'nalishda ishlash prinsipi har xil. Kimdir boshqacharoq yondashishi mumkin, lekin men o'zim tajribamdan kelib chiqib, eng oson, sodda bu mavzuga yondashganim xuddi shunaqa
tartibda bo'ladi. Buni ko'p keyslarda ishlatib ko'rganman. O'zimni doimiy hamma keyslarimda ishlanadi. Endi bitta narsani tushuninglar, agar marketingda aniqlik bo'lmasa, davomiylik bo'lmaydi, ya'ni uzviylik bo'lmaydi. Raqamda aniq bo'lish kerak hamma metrika. Hamma raqamingizni bilishingiz kerak. Hamma raqamni bilishingiz nimaga olib keladi desangiz, hozir ishlamay turgan joyingizni davolashning imkoni bo'ladi. Lekin umumiy raqamlar bo'lmasa yoki mavhum bo'lsa yoki chalkash bo'lsa, misol uchun biz qachon продажа qilamiz, nega sota olmayapmiz, nega lidimiz qimmat degan umumiy mavhum tushunchalar bilan yurgan bo'lsangiz, buni hech qachon tuzata olmaysiz. Nega? Chunki nega lid sifatsiz ekanligini ham bilmaysiz. Lid sifatsiz emasdir mabodo. Gap boshqa joydadir. Yoki sotuvchim sota olmayapti desangiz, sotuvchi sota olmayotganligi anaqa emasdir. Lid sifatsizdir. Sotuvchi yaxshi ishlayotgandir yoki uchrashuvda muammo bordir. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ko'p joylarda muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun raqamlarni aniq bilishingiz kerak. Matematika, marketingda aniq bo'lsa, sizni keyingi bosadigan qadamlaringiz xudo xohlasa aniq bo'ladi. Sizga ham agar shunaqa xizmat kerak bo'lsa, ya'ni xuddi shunaqa xizmat ko'rsatadigan agentlik kerak bo'lsa, silkalarga yoki YouTube'imdagi kontaktlarga bog'lansalar, xudo xohlasa komandamiz bilan yordam beramiz. Salomat bo'linglar.